2025-yil Amerikada amerikaliklarning o'zlari logistika sohasida nechta pul topishayotganini bilarmidingiz? Bilmasangiz, keling ko'rib chiqamiz. Birinchi, dispetcherlar. Dispetcherlar bir oyda o'rtacha $4,000 dan $6,000 gacha pul topishyapti. Ikkinchisi, fleet managerlar va fleet managerlar o'rtacha oyiga $6,000 dan $8,000 gacha pul topishyapti. Uchinchisi, safety managerlar va safety managerlar hozirda o'rtacha $7,000 dan $9,000 gacha pul topishyapti. To'rtinchisi, company truck driverlar, ya'ni kompaniyaga ishlovchi truck driverlar va ular hozirda o'rtacha oyiga $6,500 dan $8,500 gacha pul topishyapti. Keyingisi, logistics managers, ya'ni menejerlar, barcha tizimga qarovchi insonlar hozirda o'rtacha $8,000 dan $10,000 gacha pul topishyapti. Va birinchi o'rinda hammadan ko'p pul topayotgan bu owner operatorlar, ya'ni o'zining traki bo'lgan driverlar. Ular hozirda o'rtacha $12,000 dan $15,000 gacha pul topishyapti. Faqatgina trak haydashdan tashqari qolgan barcha kasblarni outsourcing, ya'ni O'zbekistondan ham turib ishlash mumkinligini bilarmidingiz? Ha, ko'pchiligingiz bilasiz, lekin o'shani qanday topishni ko'pchilik bilmaydi. Shu sababdan sizga bugun Hunting Logistics platformasini tanishtirmoqchiman. Hunting Logistics platformasi sizga Amerikadagi logistika sohasidagi ishonchli ishlarni topishga yordam beradi. Agar siz ishga joylash haqida ko'proq ma'lumotga ega bo'lmoqchi bo'lsangiz, kommentariyada plus belgisini qoldiring va albatta bu video chiqadi. Hammaga rahmat.